Biz Umid Gulshan sanatoriyasining dam oluvchilari bilan tog'li hududga ketmoqdamiz. Aylangani sayohatga mana opalarimiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Dam olishlar qalay bo'pti? Yaxshi, zo'r. Cho'tkimi? Mana Umid Gulshaniga nechinchi marta kelishingiz? Birinchi safarmi? Keyingi safarga ham kelarmidingiz? Kelaman. Sizga Umid Gulshan sanatoriyamizda nima ko'proq yoqdi? Hamma narsa? Ha, rahmat. Hojiona qayerdansiz? Toshkentlik. Gap yo'q. Men o'zingizlarnikilar ham bor ekan-ku. Tumanidan. Aha. Rahmat, baraka toping. Yaxshi dam olyapmiz, Xudoga shukr. Sog' bo'ling. Farg'onalik opajonim, krasavitsa opajonim. Rahmat. Juda ham zo'r ekan Umid Gulshani. Kelinglar dam olgani. Necha nima davolovchilari, shifokorlari yaxshi, hammasi shirin so'z. Juda ham yaxshi. Yana kelamiz dam olgani. Hammalaring kelinglar. Juda ham zo'r. Gap yo'q. Qolganlar ham, qo'yinglar, balkondagilar. Buni montaj qilamiz-da, undan keyin joylashtiramiz saytga. Kuzatib boring. Ana biza hozir Chorbog' suv omboriga tashrif buyurganimizda dam oluvchilarimiz bilan orasida bizdan xodimlarimiz ham bor. Hozirgi sahifamizdan tanishtiruv deb nomlaymiz. Kim qanaqa kasb egaligi hamda ismlarini bilib olamiz, qayerdan kelganliklarini ham bilib olamiz. Mening ismim Zohidjon, Umid Gulshan sanatoriyasida madaniy ma'rifiy ishlar bo'yicha rahbar o'rinbosari bo'lib ishlayman. Qolganlardan ham bilamiz. Marhamat, qayerdan kelgansiz, ismingiz, kasbingiz? Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Uchko'plik tumanidanman. O'qituvchiman. Dam olish uchun keldim. Aha. Bu yerdagilar. Assalomu alaykum. Samarqanddan keldik biz dam olishga. Assalomu alaykum. Farg'onadan kelganmiz. O'qituvchiman. Dam olishga keldik Umid Gulshaniga. Ismingizni ham ayting-da. Ismim Madinaxon. Ha, ana mana shunaqa qilib. Meni ismim Jamila. Qoraqalpog'istondan keldim. Maktabda farrosh bo'lib ishlayman. Meni ismim Barchinoy, Farg'onadan keldim. Tarbiyachi. Assalomu alaykum. Men Qoraqalpog'istondan kelganman. Ismim Mehribon, o'qituvchi bo'lib ishlayman. Assalomu alaykum. Men Xorazmdan keldim. Ismim Xosiyat. Xorazmdan keldim. Ismim Quvondiq. Sog' bo'linglar. Mana shunaqa qilib suv omborlariga ham sizlar bilan ham tashrif buyurish nasib qilsin. Aloqada bo'lib turing, bizani kuzatib turing. Xormanglar. Charchamayapsizlarmi? Bilmayman.
Aka qalay dam olish? Rahmat, yaxshi. Xorazmni yigiti. Ha. Что, глохнет? Топливный шланг порватый. Открой, посмотри. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlarimiz, hurmatli bizani O'zbekiston fuqarolari, chet el fuqarolari. Men Landscape Resorts dam olish maskanining asoschisi va direktoriman. Ko'rganingizdek, bizga har xil viloyatlardan bizani mehmonlarimiz tashrif buyurishadi va butun O'zbekistondagi sanatoriyalar bilan biz hamjihatlik bilan kelishib ishlaymiz. Bizani manzilimizga keladigan bo'lsak, piramida dam olish maskaniga 500 metr yetmasdan Oltin olmadan o'tib chapga tushib ketgan joyda. Hammanglarni kutib qolamiz. Mana shunaqa chiroyli manzaralarda dam olib ketish hammaga nasib qilsin va texnikalarni eng zo'rlarini, saralarini, oxirgi modellarini sizlar uchun arzon va hamyonbop narxlarda qilib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 324 11 raqamiga qo'ng'iroq qilib bemalol kelsanglar bo'ladi. Ana. Lan lokatsiyasini opisaniyada qoldirib ketaman. Kuzatishda davom eting.